Assalomu alaykum kanalim muxlislari va obunachilari. Hammalaringga kattadan katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar ilohim. Uzoq yaqindagilar, musofirda yurganlar sog' bo'linglar ilohim. Juda ham xursand bo'ldim. Shu hafta kanalimga 10 tadan ziyod obunachi qo'shildilar. Juda ham xursand bo'ldim. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Bugun inshaalloh golubtsi pishiramiz azizlarim. Bu yerda guruchni yaxshi yuvib, 3-4 marta yuvdim, issiq suv solib qo'ydim. Pomidorim kerak bo'ladi. Pomidorni pustini olish uchun oddiy solib qo'ydim azizlarim. Bu orada piyozimizni mayin qilib tayyorlab olamiz, to'g'rab. Davom ettiraman. Piyozni to'g'rab olaman, davom ettiraman. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, piyozni mayda qilib to'g'rab oldim azizlarim. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Guruchni ham solib olamiz. O'sibda qaraychi, ha, ko'rinyapti. Chesnok. Kinza zeytin. Ziravorlardan tuz, paprika, achchiq qalanfur, kinza quritilgan qora murch, zira. Pomidorni ham po'stlog'ini olib chiqamiz. Ha, tasha. Yo'q, tashaydi. Pomidorni po'stloqlarini olib chiqamiz. Alp pishgandan keyin ham bu po'stlog'i yelanmaydi. Hozirgi pomidorlarning po'stlog'i qalin. Bunisi hali alkotni ichiga qo'yiladi. 5 minut tursa, hali yaxshi bular tez tozalandi. Bu uchalasi tez tozalandi. Bu uchalasini kechroq soldimda, hali uncha yaxshi tozalanmayapti.
azizlarim. Pomidorlarni kubik qilmay, qilib to'g'rab bo'lyapman. Buni farshni ichiga qo'shamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Sochni bo'ladi ichi. Golubtsini ichi sochni bo'ladi. Aziz kanalim muxlislari, iltimos sizlardan obuna bo'lishni unutmaysizlar. Ana endi yaxshi aralashtirib olamiz buni. Ozgina o'simlik yog' solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb aralashtirib olamiz. Birinchi bo'lib go'sht bilan piyoz, selinlarni, keyin pomidorni yaxshi aralashtiramiz. Buni ezg'alash kerak emas buni. Ovishlarni hammasini tozalab oldim. Ishim yengil bo'lishi uchun hozir nachinkani qilib olamiz. Keyin pomidorni qo'shib yaxshi aralashtirib davom ettiramiz. Endi pomidorni qo'shamiz. Men tuxum solmayman golubtsiga. Albatta shu uslubda tayyorlab ko'ringizlar. Ana shu aralash qilgan paytda tuzini albatta ko'rish kerak. Tuzni birinchi tuzni yaxshi ko'radi, tuzni kam solmaysizlar, bemazza bo'lib qoladi. Tuz, qora murchi yaxshi bo'lsa mazali bo'ladi. Tuzini ko'rish bu mana yaxshi aralashtirib olganingizdan keyin barmog'ingizni nima yalab qo'yasiz. Shu payt bilinadi, tuzi yaxshimi yoki kammi, ko'pligi. Mana qaranglar, nachinkamiz qanday chiroyli. Mana qaranglar, qanday chiroyli nachinkamiz. Hozir 1 minut. Mashalloh, mana qarang. Qanaqa chiroyli nachinkamiz. Sochni bo'ladi, inshaalloh. Endi go'shtni chakkaga qo'yamiz. Farshimiz tayyor. Baqlajon. Bo'yimjon. Kattaroq qilaymi yo maydaroq qilaymi? Shunday bo'ladi. Shuni qo'shig'ini nimasi bilan ichini o'yib olasiz. Tagigacha o'ymaysiz. Kosacha bo'lishi kerak. Ana. Bular tashlanmaydi, bular yegilanadi. Hozir hammasini ko'rgazib o'taman. Mana qarangda, mana bo'yimjonni qoshiqni oxirigacha tiqmay, sal tiqib uni ichini o'yasiz. Bu yog'i mana butun qoladi. Pomidorni ham shunday qilsa bo'ladi. Oxirigacha o'ymadim. Ko'rinyaptimi? Tayyor. Bo'yimjonlarni suvni ichiga solib qo'yamiz. Buni bitta tabaqchaga olib qo'yaman hozir. Kartoshkani ichi surpriz bo'lib chiqdi. Katta kartoshka, lekin ichi qoralib yotibdi. Manimcha gaz baland.
uni kapachkani ham qizartirib olamiz. Shunaqa payti ta'mi boshqa xil bo'ladi. Aylanib. Kapachkani qizartirib chiqarib olaman. Agar galupsi eng pastida qolsa, bu ezilib ketadi. Ham sal qovurilsin bu yerda. Bu orada pomidorni to'g'rab oldim, piyozni to'g'rab oldim azizlarim. Kartoshkalarni sal qizartiray. Kapachkalarni mana bir qarab qizaribdi. Keyin o'zini to'sam bo'laysiz azizlarim. Endi baribir qovurilgani bamazza bo'ladi dedim-da. O'zi kapachkalarni chiqarib olaman. Tuz urib qo'yaman. Chiqarib ustiga tuz urib qo'yaman. Kapachka tez pishadi. Kartoshkalarim qizarib qoldi. Kapachkani ustiga tuz sepib qo'ying. Qozonda ham tuzlab qo'yamiz. Minut qovurilsin. Boya baqlajonlarni ham solib olamiz. Uvol qilmasdan. Azizlarim, bu qovurilgancha tagini sal past qilamiz. Qovurilsin ungacha galupsilarni qilib chiqamiz. Bolgariskani ichiga, baqlajonning ichiga nachinkalarni qo'yib chiqamiz. Gazni past qilib qo'ydim. Bismillahirrohmanirrohim. Qizalog'im bitta tabaqcha ol, katta bolam. Çocuğum. Yok canım. Sana o'tgan yil stakan olib esingda bormi? Yoki litr nakitkani solish uchun ana shuni kechasi qo'yib yotasan xolodilnikda, kompot solib, ertasiga nima bemalol vaqtda olib ketsang ham bemalol qilib ham bo'ladi. Krishkasi bu.
Azizlarim, shu jarayonda tuzini ko'raysizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb chiroyli qilib solib olamiz. O'zi qaynab chiqsin. Azizlarim, shu payt Serrani shunaqa ishlab qoldi, ahamiyat bermaysizlar. O'zimni kulgim keldi. Mana qarang qanaqa ishlayapti. Suvni ko'p solmaymiz. Kabachkalarni ham terib oldim. Shu payt Serrani vertolyotga o'xshab ishlab qolsa. Tagini past qilib 1 soatga dimlab qo'yamiz. Inshaalloh va mazza bo'ladi degan umiddaman. Tuz soldim, tuzi sal kamlik qildi. Allohim sharmanda qilmasin, yuzimizni yorug' qilsin ilohim. Endi 1 soat kutamiz azizlarim. Hurmatli kanalim muxlislari, oradan 1 soatdan sal 1 soat 10 minut vaqt o'tdi. Hozir ochib ko'ramiz inshaalloh. Hozir 1 minut. Ana. Hozir. Ana endi ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Pishganligi ma'lum. Pishgan azizlarim. Ovqatimiz tayyor. Endi bilasizmi? Endi bizlarnikida shunday yaxshi ko'rishadi. 3 ta chesnokni maydalab chiqarib oldim, chesnok pujamalkadan. Ovqatimiz tayyor bo'lgan payti shuni solasiz qaynaydigan joyiga. 10 minut. 10 minutga krishkani yopib, gazni o'chirib qo'yamiz. Inshaalloh ana shunda chesnokni foydali xususiyati ko'p bo'lar ekan. Ana endi gazni o'chiramiz. 10 minut kutamiz. 10 minutdan keyin ovqatni suzishni boshlayman. Maylimi azizlarim? Bu orada pomidor, bodring, 1 dona piyozni to'g'radim. Hozir tuz solamiz. Qora murch solamiz ozgina. Ozgina yog' solamiz. Hozir qora murch ham solaman. O'zimizni o'zbekcha tovuq, paxtagullik tovuqlarda aylanamiz. Shulardan chiroyligisi yo'q. Katta to'g'radim. Yo'sh bo'lsa mayda to'g'raysdim. Ustiga o'zi ko'k piyoz to'g'rayman ozgina, azizlarim. Ana azizlarim, salatimiz chiroyli. Allohga shukr. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, azizlarim, ovqatimiz tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim sharmanda qilmasin ilohim. Hidlari juda ham yaxshi. Hidlari mana chesnok. Endi shuni xohlaganlari uchun, shuni o'qiganlar, o'qib aytganlari uchun shunaqa qiladigan. Olaylik, mana podlivaga chesnok solib, yaxshilab qovurib, keyin sal suv solaydim. Hozir endi bu uslubda ovqat pishirishni boshladim, azizlarim. Bo'ringizga shukr azizlarim. Bo'yimcha ilinmayapti ana.
kabachkalardan olamiz. Ozgina chesnogidan. Mana azizlarim, ko'k piyoz to'g'rab qo'ydim. Ozgina ko'k piyoz solamiz, inshaalloh. Ana. Allohga shukr, yaratganiga shukr. Aziz kanalim muxlislari, obuna bo'lishni unutmangizlar. Obuna bo'ling, xursand bo'laman. Har bitta obuna bo'lgan insonni duo qilib qo'yaman. Ilohim sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar ilohim. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman azizlarim. Hammasi dona-dona, hech narsa ezilib ketgani yo'q, yo'q qochib ketgani yo'q. Hurmatli kanalim muxlislari, obunachilari, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, Allohga omonat bo'lingizlar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha.